Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'ruvchilar. Qurban hitinglarga muborak bo'lsin. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosining to'r televiziyasi. Navbatda o'tgan bir haftalik radiomizda anlatilgan bir qism Uyg'urlarga doir muhim xabarlarimizni takrorlab o'tamiz. Uyghur Milliy Hareket rəhbəri Rabiya Qadir xanım kelar hafta Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında çağırıldığan Xitayning insoniy huquq xotirasiga qarab chiqish yig'ini va Sharqi Turkiston Cumhuriyet kuni yetib kelish oldidagi jiddiy vaziyatda ziyoratimizni qabul qilib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni faoliyatlarga aktiv qatnashib, o'zining milliy burchini ado qilishga chaqirdi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsani Hüquq Kengeşi 22 oktyabr Xitayning insoniy huquq xotirasiga qarab chiqdi. Rabiya Qadir xanım mundaq dedi. Xalqimiz tartıyatqan azap-uqubatlar anlatılgan boğaşqa Uyg'urlarga panohlik berilib. Şunu men dunyoning har qaysi joylaridagi imkoniyati bor Uyg'urlarni janvaga yig'inga qatnashib, o'z ovozini texmi jarangliq anglatishga chaqirman. Ma'lum bo'lishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu jarayonda mazkur yig'inga doklad sunish qatorliq faoliyatlarni qanot yaydirdi ekan. 12 noyabr Uyg'urlar 1933 ve 1944 yılı ikki qitim Cumhuriyet kurgan xatir kunidir. 11 oktyabr Dünya Uyghur Qurultayı Raisi Rabiya Qadir xanım İslam Əlləri Həmkarlıq Təşkilatının baş katibi Əhməliddin İhsan oğlu bilan Washingtonda uchrashib, Uyghur vaziyati haqida ma'lumot berdi ve İslam əllərini Uyghur vaziyatiga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Rabiya Qadir xanımning bildirishicha, ular suhbat jarayonida Uyghur diniy e'tiqod erkinligining qattiq cheklimiga uchrayotganligi haqida tafsiliy ma'lumot bergan. U mundaq dedi: "Biz Uyg'urlarning insoniy huquqlarini qo'g'dashga islom dunyosi, jumladan dunyo islom ellari hamkorlik tashkilotining bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati borligini bildirdik." Mazkur tashkilot 2009 yildagi Urumchi qirg'inchiligidan keyinla Uyg'ur eliga tekshirish o'miga avatgan edi. 15 oktyabr dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar muborak Qurban hayitini kutib oldi. Uyg'urlar o'zlari turishliq davlatlardagi masjid, jami yoki Uyg'ur tashkilotlari pul chiqarib setib olgan faoliyat so'rinlarida hayit namozi o'tashni va ona yurtida besim ichida hayit o'tkazayotgan qarindoshlarini eslashdi. Shvetsiya va Gollandiyadagi Uyg'urlar namozdan keyingi hayit faoliyatini she'r deklamasiya qilish, Uyg'ur tilini yaxshi o'rgangan o'smir bolalarga mukofot berish orqali ahamiyatli o'tkazdi. Turkiyadagi Uyg'urlar to'plashib yetlashib, bir-biriga xayrlik tilashdi. Amerikadagi Uyg'ur jamoatimi hayit namozini bir yerda jam bo'lib o'tash orqali qarindoshlik mehrini ulg'aytdi. 26 sentabr yakshanba yuz bergan o'danliq voqeasiga chetishlik gumondorlarning soni 20 nafar bo'lib, bular 1 oktyabr yakanda bir qancha saqchi va hukumat organlariga tangli hujum qilishni planlagan. Bu plan o'danliqning Xonko'rik kentidagi voqeada fidoilardan 5 nafari etilib, 2 nafari tutilgandan keyin pash bo'lgan. Shuningdan keyin Xitoy saqchilari asabiylashib qolgan 13 nafar gumondorni bir taraf qilish uchun o'danliq yana boshqa Yangi O'stan va Tam O'stan yezlarida bo'lib, jami 5 maydon qonliq bostirish elib borgan. Bu jarayonda 20 nafar gumondordan 11 nafari o'ldirilgan, 4 nafari asir elingan. Xitoy saqchilari navbatda qolgan 5 nafar gumondorni bir taraf qilish operatsiyasi boshlagan. Norveg tilidagi Uyg'urlar Kim nomli kitobcha Taklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilinib, Norvegiyadagi Uyg'urlar tonishtirilgan material kam bo'lish bo'shlig'ini to'ldirdi. Norvegiya Uyg'ur komitetining sobiq raisi Samat Abla apandining bildirishicha, navbatda mazkur kitob Norvegiya parlamentidagi munosabatlik bo'limlarga va har qaysi insoniy huquq organlariga pochta orqali yo'llangan. Ma'lum bo'lishicha, bu kitobcha yana Norvegiyadagi kitobxonlarga haqsiz tarqatilgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi to'r televiziyasining atli xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.